Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan shunaqa 3 xonali shu Jilli kompleksda, ya'ni Lafayette'da joylashgan 3 xonali xonadonimizni obzor qilib beraman. Videomizni ko'rib turing. Videomiz davomida sizlarga to'liq informatsiyalarni ham berib boramiz. Narxlarigacha xonadonimiz Yakkasaroy joylashgan, yana to'liq ma'lumotlarni oxirida beraman. Bu xonadonlarimiz shunaqa fransuzcha stilda qilingan. Parijning oldidagi qanaqadir minoraga o'xshaydi. Nomini eslolmayapman. Videomizni ko'rib turing, yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Xonadonimizning ichki qismiga kirishimiz bilan bizani shunaqa sochli yorqin ranglardan foydalanilgan uyimiz kutyapti. E'tibor berishinglar mumkin. Xonadonimiz juda ham chiroyli. Bu bizning asosiy zal qismimiz. Shunaqa yumshoq mebellardan qo'yib, ajoyib qilib qo'ygan. Bu yerda shunaqa dekorativ narsalardan foydalanib, xonadonimizni ko'rkaga ko'rk qo'shyapti. Bu yerda shunaqa televizor zonamiz, keyingi kiradigan xonamiz bu bizning master spalniyamiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Ranglariga bitta e'tibor bering. Shunaqa chiroyli, sochli qilib qo'yilgan. Xonadonimiz yoqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Nasib qilsin deganlar kommentariyaga nasib qilsin deb yozib qo'yinglar. Xudo xolisa hammamizga shuni qo'yinglar, nasib qilsin. Bu yerda master spalniyamizning o'zin dush qismi bo'ladi. Spalniyalarimiz ham ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkina emas, juda ham katta. Patologlarimizda balandlik ham menimcha 3,5 dan oshuv. Endi keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonamiz bu bizning detskiy spalniyamiz bo'ladi. Bitta e'tibor bering. Ikkitali shunaqa spalniyalardan qo'yilgan, shkaflar qo'yilgan, kartinkalar ilib qo'yilgan, hammasi maksimalniy chiroyli qilib vidlarni ochib turibdi. Xonadonimizda ham radiatorlarga e'tibor bering, ham to'pli pol bor ekan. Ikki xil isitish sistemasida ishlar ekan xonadonimiz. Bu yerda bizning kuxnyamiz. Men sizlarga sodda, qisqagina obzor qilib beryapman. Yanada to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lmoqchi bo'lsangiz, bitta e'tibor kelib, bemalol o'zingiz e'tibor berib, egalar bilan gaplashib qo'yamiz. Bemalol ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Lokatsiyamizni tushuntiraman. Lokatsiyamiz Yakkasaroy tumani Qushbegida joylashgan bo'ladi. Bu ko'rayotganlar Vegas Tower, bu Solaris bo'ladi. Bu kanalda Solar kanali deyiladi. Hamma biladi. Menimcha bu yerni lokatsiyasini shu Lafayette degan Jilli kompleksda joylashgan 3 xonali xonadonimizni obzor qilamiz sizlar bilan. Xonadonimiz yoqyaptimi? Bitta like bosib qo'ying. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar yoki ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, narxlari ham juda ham ajoyib bo'ladi. Vanna variantidagi sanuzelimiz. Keyingi xonamiz bo'ladigan bo'lsa, bu bizning shunaqa razdelniy hojatxonamiz bo'ladi. Xonadonimizni egalari tomonidan shunaqa 1 yil garantiyasi ham bor. Bemalol nimadir, misol uchun mana shu eshigi sinib qoladimi yoki remontda nimadir bo'ladimi, texnikalari buzilib qoladimi, xonadonimizga 1 yil garantiya berar ekan. Bemalol xarid, ishonchli bu degani, bemalol xarid qiling, yashang, xohlang, investitsiya uchun olib qo'ying. Kvartirani qo'yib qo'ysangiz ham sizga oyiga yaxshigina pul keltirib turadi. Bu xonadonimiz investitsiya uchun ham har taraflama ajoyib joyda ham joylashgan, remontlari ham shu narsaga pozolat qiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan shunaqa Sardor Realtor bo'ldi. Videomizga bitta like bosib qo'ying, xudo xolisa eng arzoni faqat bizda bo'ladi.